Hazrati Ali 14-qism. Asmo bint Umays Hasamiya. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayol sahobiyalari orasida juda muhim o'rni bo'lgan bu ayol avvallari Hazrati Alining akasi Ja'far bilan turmush qurib yashar edilar. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xotinlaridan Hazrat Maymuna uning onasi edi. Opalarining har biri Qurayshning mavqeli odamlariga turmushga chiqqan edilar. Hazrati Hamzaning, Hazrati Abbosning xotinlari uning singillari edi. Mashhur Valid ibn Mughiraning jufti haloli ham uning singlisi edi. Asmo xonim islom tarixida eng buyuk qo'mondon sanalgan Xolid ibn Validning xolasi. Asmo turmushining va yoshligining ilk yillarida Alloh taoloning buyuk ikromiga noil bo'ldilar. Makka xalqi Al-Amin atashgan buyuklar buyugi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hazratimiz keltirgan din nuri uning ham ko'nglini to'ldirdi. Alloh taolo sabiqun avvalun deya sifatlagan sharafli va baxtiyor odamlar orasidan joy oldilar. Bu qimmatli insonlar islomni eng avval ikkilanmasdan, tortishmasdan qabul qilgan yuksak saviyali, sutning qaymog'i holida bilingan insonlardir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu insonlar haqida shunday marhamat qiladi. Muhojirlar va ansorlarning dastlabki peshqadamlari hamda ular ortidan ezgulik bilan borganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ular ham undan rozi bo'ldilar. Yana ular uchun ostida anhorlar oquvchi, ular unda abadiy mangu qoladigan jannat bog'larini tayyorlab qo'ydi. Ana o'sha ulkan yutuqdir. Tavba surasi 100-oyat. Suhayb Rumi, Ammor ibn Yosir, Abu Zar kabi islom tarixida juda mashhur odamlarning ko'pidan avval islomni qabul qilgan bu ayol dinini muhofaza etish uchun Habashiston atroflariga chiqqanida Hazrati Hamza va Hazrati Umar hali musulmon bo'lmagan edilar. Habashistonda dini buyurganday yashash uchun hech qanday to'siqqa duch kelmay, musulmonlar bilan birga Hazrati Asmo 10 yildan ziyod g'urbatda yashadilar. Hazrati Asmo u yerda Abdulloh, Avun va Muhammad ismli 3 farzandning onasi bo'ldilar. Ayniqsa o'g'li Abdullohni emizgan kunlarda Habash qiroli Najjoshiyning bir bolasini ham emizib, unga onalik qildilar. Bir kuni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Ja'farning bolalarini o'pdilar, hidladilar. Bu hol Asmoni shubhaga tushirdi. "Yo Rasululloh, Ja'farga bir nima bo'ldimi?" dedilar. Jufti shahid bo'lganini bildilar. Faryod solib yig'lay boshladilar. Janobimiz unga faryod solib yig'lamaslik, tiliga erk bermaslikni tanbehladilar. Keyinroq Hazrati Fotimaga Ja'far oilasiga taom chiqarishni buyurdilar. Shundan keyin islom olamida azali uyga taom chiqarish sunnat sifatida davom etdi. Shundan keyin Hazrati Asmo bolalarining yonida 1 yil tul bo'lib o'tirdilar. Tib bobida ma'lum tajribaga ega bo'lgani sababli ehtimol yaradorlarga foydasi tegish uchun safarlarga qo'shilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya kelishuvidan 1 yil so'ng Asmoning opasi Hazrati Maymunaga uylangan edilar. Shu vasila bilan Asmoning pochchasi bo'lgan Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Hunayn muharabasi o'ljalarini tarqatganlaridan so'ng qadrdon qaynsingillarini Hazrati Abu Bakrga nikohlab qo'ygandilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vido hajini niyat qilib yo'lga chiqqanlarida hijratning 10-yili Zulqada oyining 25 edi. 10 minglarcha insondan iborat o'sha kungacha hech kim shohid bo'lmagan va bu xaloyiq orasida ahvoli juda nozik va qiziqarli bo'lgan inson shubhasiz Asmo bint Umays edilar. Chunki
9 oy va 10 kunlik homilasi bor edi. O'sha kungacha 3 bolaning onasi bo'lgan Asmoning to'lg'og'i Zulhulayfa degan joyda, ya'ni Madinadan shundoq chiqaverishda boshlandi va bir daraxt tagida ko'zi yoridi. O'g'il ko'rdilar. Birozdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quchog'iga berilib, bu chaqaloq Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning barmog'ini yema boshladi. Bu barmoqqa esa payg'ambarimiz muborak og'izlarida chaynalgan xurmo surilgan edi. Bolaning nomi Muhammad ibn Abu Bakr bo'ldi. Asmo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlariga muvofiq yuvinib cho'mildilar va yo'llarida davom etdilar. Hazrati Asmo kunlardan bir kuni eshigini qoqqan Hoshim avlodidan bir necha kishini marhamat deya ichkari oldilar. Bu odamlar Hazrati Abu Bakr uchun keldilarmi yo Hazrati Asmoni yo'qlab kelishdimi noma'lum. Ma'lum bo'lgani esa Hazrati Asmo bilan bir muddat suhbatlashdilar. Suhbat davom etayotganda kelgan Hazrati Abu Bakr o'zlari yo'q uyida xotini bilan suhbat qilinishini xush qarshilamadilar. Keyinroq buni Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bildirgan Hazrati Abu Bakrga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqat xayrdan boshqa narsa ko'rmadim deyishni ham unutmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Hazrati Abu Bakrga javoblari shunday bo'ldi: Alloh taolo Asmoni bunday yomonliklardan uzoq tutgandir. Shundan so'ng sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidda: bugundan e'tiboran hech kim yonida bir yoki ikki kishi bo'lmasdan eri uyida bo'lmagan bir ayolning yoniga kirmasin dedilar. Har mavzuda oxirgi va hal qiluvchi gapni aytish haqqi o'zlariga oid bo'lgan sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu izohlari bilan Asmo kabi jufti halol qoshida va ko'nglida o'zgacha joy egalladi. Go'yo vafotlaridan 14 asr o'tganiga qaramasdan uni tan olgan mu'minlarning ko'ngillarida so'lmagan gul har on toza, yangi pok ishq sifatida qolganday. Shuni ham ilova etamizki, Hoshimiylardan bo'lgan bu odamlarning Hazrati Asmoni birinchi bor ziyorat qilishlari emas edi. Haqiqatda Hazrati Hafsaning yonlarida qilingan bahs natijasi o'laroq Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan olgan javobi va tortishuv tafsilotini shaxsan o'zidan eshitish uchun Habash muhojirlarining guruh holda kelib ziyorat etganlari ma'lum. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobiyalari orasidan bilim va tajribasidan foydalanish uchun guruhlar holida erkaklar ziyorat etgan yagona ayol Hazrati Asmo binti Umaysdir. Tabiiyki Hazrati Asmoni Alloh taolo xos himoyasiga olganini, erkaklar bilan ko'rishib fikrlashib maslahatlashar ekan, g'ayrimashru va tuyg'u va tushunchalar o'zini bezovta etmaganiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam guvohlik berdilar. Hazrati Asmoning bilimi, fikri, qarashi, tajribasi Hazrati Umarday ilm va irfon dengizi bo'lgan bir insonni ham qoyil qoldirgan edi. Goh ko'rgan tushlarining ta'biri uchun unga murojaat etgani ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 8 xotini Hazrati Zaynab binti Jahsh vafot etgandi. Hazrati Oysha, Hazrati Savda, Hazrati Ummu Salama, Hazrati Ummu Habiba, Hazrati Hafsa, Hazrati Juvayriya, Hazrati Safiya va Hazrati Maymuna hali hayot edilar va Ash'ari mubashshira deyilgan tirik paytidayoq jannat mujdasi olganlardan ham 7 tasi hayot edilar. Hazrati Abu Bakr bilan Abu Ubayda vafot etgandi. Bular Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Abdurrahmon ibn Avf, Hazrati Zubayr ibn Avvom, Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos, Hazrati Talha ibn Ubaydulloh va Sayd ibn Zayd edilar. Ashob orasida ilmi
va tajribasi bilan Qur'on va sunnatga oid bilimlari bilan tanilgan va tan olinganlari bor edi. Shunga qaramasdan Hazrati Umarday xalifaning Hazrati Asmoni afzal ko'rishlarining o'ziga xos bir xususiyati bo'lsa kerak. Masalan, Hazrati Umar shunchaki ko'ngil xushligi uchun tush ta'birini undan so'rashi mumkin emasdi. Haqiqatdan Hazrati Umar bir kecha tushida o'ziga xo'roz hujum qilganini va tumshug'i bilan 2 bora zarba berganini ko'rdi. Buni Asmoga aytdi. "Yo Amiral Mu'minin, anglashimcha sizning oxirat safariga hozirlik qilish vaqtingiz kelgan ko'rinadi" degan javob oldilar. Hazrati Umar bu tushdan so'ng ko'p o'tmasdan vafot etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlari bilan bog'liq ushbu ma'lumotni Ibn Sa'd Tabaqot asarida keltiradi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam so'nggi nafaslarini olib dunyo hayotiga vido aytayotgandan keyingi kunlar edi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning qaynisinglisi bo'lgan Hazrati Asmo qo'lini payg'ambarimizning yelkalariga, 2 kuraklari orasiga qo'ydi. Bir muddat kutdi, keyin qo'lini tortib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etibdilar dedi. Bir jihatdan sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'limi xabari u tarafdan berilgan xabar bilan to'g'rilangan bo'ldi. Hazrati Abu Bakr xalifa bo'lgan kunlarida 2 xotini bor edi. Biri Asmo, ikkinchisi Habiba. Bu ayollardan birining ko'ngli xolva tusab qoldi, lekin xalifaning uyida xolva qiladigan masalliq yoki buni, ya'ni bu masalliqni sotib olishga yetgulik pul yo'q edi. Ammo bunga ham bir chora topdilar. Baytul moldan har kun tushadigan oziq-ovqat jamg'armasidan bir miqdor orttirgan ayol shu yo'l bilan bo'lsa ham bir shirinlik tayyorlab xotirjam yer edi. Oqshom dasturxon atrofiga o'tirgan Hazrati Abu Bakrning oldilariga bir miqdor halvo qo'yildi. Ahvolni yoqtirmagan Hazrati Abu Bakr so'radilar, javob berildi. Birga yeyishdi. Lekin ertalab Baytul mol mudiriga yuborilgan buyruqqa jo'natilgan oziq-ovqatning ma'lum qismi chegirib qolinishi talab etildi. Hazrati Abu Bakr oilasi kunlaricha qilingan tajriba natijasi o'laroq yuborilgan oziq-ovqatdan yanada ozrog'i bilan yashash imkonini topa oldilar. Minglarcha chaqirim hududga yoyilgan islom olami rahbarining jufti haloli bo'lmoq, ammo o'rtahol bir oiladay dasturxon atrofida o'tirish fursati topolmasdan umr o'tkazmoq, lekin baribir shikoyat qilmasdan aksincha shukr etishni bilmoq Hazrati Asmo uchun haqiqiy ma'noda fazilat sanalardi. U avval kambag'al oila farzandi Ja'farga turmushga chiqdi va yillarcha g'urbat hayotini boshdan kechirdi. So'ng kambag'al bo'lmagani va ko'p imkonga ega bo'lgani holda yo'qsillarning ahvolini unutib qo'ymay degan qo'rquvda faqir hayotini yashagan Hazrati Abu Bakrga turmushga chiqdi. Keyinroq Hazrati Aliga tegdi. Hazrati Ali esa juftlarining eng faqiri edilar. Hazrati Fatima og'ir xasta bo'lib to'shakda yotganlarida Asmoga xabar yo'llab chorladilar. Qabristonga yetgunlaricha tobut qancha o'ralsa ham mayit vujudi shaklan ko'rinib yo bilinib qolishidan xafa va hijolat bo'layotganlarini aytdilar. Hazrati Asmo xurmo shoxlaridan olingan chibiqlar bilan tobut usti bir tomondan ikkinchi tomonga qubba shaklida keltiriladi. Ustiga yopinchiq tashlasak, siz xavfsiragan ko'rinish bo'lmaydi dedilar. Hazrati Fatima uning topqirligidan mamnun bo'ldilar. Tashakkur aytdilar. Yuvish vazifasini unga vasiyat etdilar. Avvalroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 2 nur yuzli qizi Zaynab bilan Ummu Gulsumni yuvish sharafiga ham Hazrati Asmo erishgan edi. Ramazon oyining so'nggi kunlari hozirlangan ziyofat dasturxonida va sevimli otasining yonidan joy olmoq uchun Hazrati Fatima
so'nggi nafasini berdilar. Hazrati Ali uning muborak vujudini birga yuvmoq uchun Asmo xonimni da'vat etdilar. Akasi Ja'far tufayli yangasi bo'lgan Hazrati Asmo bilan birga yurganlari yaxshilar yaxshisi, go'zallar go'zalini Baqiy qabristoni qabul qilib oldi. Tunda dafn etilgani uchun tobut ustiga o'ralgan yopinchiq yetarli ko'rildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan 2 yil 3 oy 10 kun o'tganda Hazrati Abu Bakr Alloh taoloning rahmatiga qovuşdilar. Vafot etayotganlarida: "Ey Asmo, meni o'zing yuvasan. O'g'lim Abdurahmon senga yordamchi bo'lsin" degan vasiyatlariga binoan buyuk xalifani Hazrati Asmo yuvdi. Oradan 4 oy 10 kun o'tdi. Bir kun eshigi taqilladi. O'rta bo'ydan sal pastroq, keng yelkali, yirik ko'zli, to'p soqolli, ensasidagi sochlaridan boshqasi to'kilgan, kuchli, quvvatli bir odam menga turmushga chiqishingni taklif etgani keldim dedi. "Qabul etdim ey Ali" dedilar Hazrati Asmo. Bu Asmoning 3 va so'nggi turmushlari edi. Hijratning 40-yilida Hazrati Alidan sal vaqt avval o'lguncha 27 yil bu turmush davom etdi. Yahyo va Avn ismli 2 o'g'il ko'rdi. O'sha davrda uylanmoq va ajrashmoq bugungidan ko'ra ancha oson ekanini ko'z o'ngingizga keltirmoqda foyda bor. Hazrati Asmo 45 yillik oila hayotida 3 marta turmush qildilar. Har uchala turmushi ham qiyinchiliklarga to'la edi. Hazrati Asmoning 2 o'g'lining ismi Muhammad edi. Ulardan birining otasi Ja'far, ikkinchisini otasi Hazrati Abu Bakr edilar. Bu 2 bola bir kun bir-biri bilan bahslashib qoldilar. Har ikkisi ham o'z otasini fazilatliroq sanardi. Og'ayni bo'lsa-da bir-biriga baqirar, bo'yin tomirlari bo'rtib chiqqandi. Bir-birini tinglashni ham istamayotganlarida Hazrati Ali oraga kirdilar. "To'xtanglar yigitlar, quloq solinglar. Har ikkovingizning otangizni ham yaxshi bilardim. Biri og'am, ikkinchisi do'stim, birodarim edi. Faqat onangiz ikkovini ham mendan yaxshiroq bilsa kerak. Onangiz orangizda hakam bo'lsin." Yigitlar bu taklifni qabul qildi. Asmo ularni o'tkazdilar. Avvalo katta o'g'liga qaradilar. "Abu Bakrdan yaxshiroq biror kishini ko'rmadim." Bu hukm har ikkisining ko'nglini ko'tardi va ko'ngilsizlikni oldini oldi. Shunda Hazrati Ali ranjidilar. "Ey Asmo, menga hech narsani qoldirmading" dedilar. "Oxiri sen bo'lgan 3 inson, uchovi ham xayrli, uchovi ham yaxshi" deb javob berdilar. "Agar so'zni egib buksang, boshqacha gapirsang xafa bo'lardim" dedilar Hazrati Ali. Oradan shuncha yil o'tishiga qaramay Hazrati Asmo o'tgan jufti halollari haqida keyingi eri oldida bu so'zlarni aytishi undagi vafo tuyg'usiga, to'g'riligiga, ochiq ko'ngilligiga dalolat etmoqda edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Hazrati Hadicha haqlarida doim shunday vafoli bo'lganlari ma'lumdir. Shuni xotirda tutmoqda foyda bor. Hazrati Asmo bu vafo tuyg'usini Hazrati Alining huzurida ochiq aytishlariga kelsak, bu ham Hazrati Alining sabr toqatli inson ekanini anglatmoqda. Agar Hazrati Ali badfe'l, dag'al tabiatli inson bo'lsalar edi, Asmo o'sha tuyg'ularini ko'nglida saqlagan bo'lardilar. Tillariga chiqara olmasdilar. Hazrati Umar shahid etilganlarida u zotning roziyallohu anhu tul qolgan xotini Ummu Kulsum Asmoning o'g'li
avunga turmushga chiqdilar. Asmo shu tariqa o'gay qizi bo'lgan Ummu Gulsumga qaynona bo'ldilar. Lekin taqdir qalami avunning umrini qisqa yozmish. Ummu Gulsum o'zlariga 3-marta qaynona bo'lgan Asmoga aloqador shularni so'zladilar. Mening erim bo'lgan 2 o'g'lini dafn etdilar. Bu 3-chisi ham o'ladigan bo'lsa, men onamning yuzlariga qanday qarayman? Lekin bir kun ilohiy da'vat keldi. Hazrati Fotimaning yodgori bo'lgan Ummu Kulsum sevgili onasiga qovushmoq uchun foni olamga vido aytdilar. Hazrati Fotimaning katta qizi Zaynab esa Asmoning boshqa o'g'li Abdullohga turmushga chiqqan edi. Asmoning Hazrati Abu Bakrdan bo'lgan o'g'li Muhammadga kelsak, u bir olov yigit edi. Hazrati Usmonga qarshi bosh ko'targan isyonchilarning boshlig'i edi. Ammo Hazrati Usmonni o'ldirish uchun uyiga kirganlarining boshida ham u bor edi. Hatto Hazrati Usmonning o'ldirish uchun uyiga kirganlarning boshida ham u bor edi. Muhammad ibn Abu Bakr Misr valisi etib tayinlangan edi. Ammo Muaviya tomonidan jo'natilgan qo'shindan mag'lub bo'lib qochdi. Bu vayronaga yashirindi, bir vayronaga yashirindi. Lekin o'sha yerda ushlandi. Havo issiq, harorati juda shiddatli edi. Ilk so'zi suv bering bo'ldi. Lekin bermadilar. Boshini oldilar va jasadini eshak loshining ichiga tiqib yoqib yubordilar. O'g'lining fojiaviy o'limini eshitgan Asmo uyidagi namozgohiga yo'naldilar. Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz bilan mendan yordam so'rang. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Baqara surasi 153-oyatini o'qib namozga turdilar. Muborak ko'zlaridan oqqan tomchilarni ko'ksini to'ldirgan olovni o'chirmoqqa ojiz edi. Chunki bu tomchilar o't olib olov bo'lib yonayotgan yurakdan kelmoqda edi. Demak bu tomchilar bir otash, bir olov edi. Namozdan so'ng qo'llarini ko'tardilar. Ko'zlaridan sizilgan, ko'ngildan quyilgan yoshlari bilan Alloh taolaga tilaklarini arz etdilar. Faryod etmas, urinib yulinmas edilar. Chunki 30 yilcha avval jufti Ja'farning shahid etilganini faryod urib, urinib yulina boshlaganlarida sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga dod solmaslikni, o'zini o'zi yulmaslikni buyurgan edilar. Yig'lashlariga esa indamagan, hech nima demagan edilar. Ichlarida yig'ilgan dard o'nglanmaydigandek edi. Bir necha kundan so'ng ko'ksida chidab bo'lmas og'riqlar his etdilar. Shishgan ko'kraklarida qon va yiring kela boshlashi, yuragini qovurgan dard va alamlarning ifodasi edi. Bundan keyingi kunlar unga sihat keltirmadi. Istiroblar, faqr va zarurat ichra kechgan umridan nolimadilar. Shikoyat etmadilar, hatto baxtiyor bo'lishni bildilar. Lekin bu keyingi hodisa halovatlaridan ayirdi. Qanotlarini qayirdi, yiqitdi, dilini vayron ayladi. Ammo Asmo ham bir inson edi. Albatta bandai ojiz. Amal daftari xatoyi gunohlardan xoli emas. Yolg'iz umidi bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan bir mujda ko'nglida porloq nur paydo qilib, ko'ksilarini yorguday og'riqlariga malham qo'yganday bo'lardi. Bir musulmonga kelgan tashvish, dard, istiroblar, xastaliklar, musibatlar, aziyatlar, hatto oyog'iga kirgan bir tikan uning gunohlari uchun kafforatdir. To'kilgan kuzgi yaproqday gunohlari to'kilgay, amal daftari shunday pokiza bo'lgaydir. Bu tuyg'ular ichida tugash arafasida turgan aziz umri Alloh taoloning rahmatini, mag'firatini, lutf karamini tinglamoq bilan kechmoqda, tilamoq bilan kechmoqda.
har nafasda bir qadam yaqinlashayotgan abadiy hayotning va ilohiy rahmatning qanotlari ostiga kirayotganini his etardi. Pokiza ko'ngilga, mustahkam iymonga, mukammal nomus tuyg'usiga sohib ekanlariga shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam guvohlik bergan ikki hijrat sohibi ekanlarini ham Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam müjdalagan edilar. Bir kun 3-marta abadiy olamga, rahmat va mag'firat, ikrom va ihson olamiga hijrat etishi kerakligini bildirgan da'vatini olganda, dunyodan kutgani hech bir narsa bo'lmagan bir tavakkul bilan amr boshim uzradir dedilar. Foni olam eshigini kalima-i shahodat bilan muhrladilar. Aziz ruhi malaklar tarafidan olindi, ko'tarildi, eltildi. Taqvim hijratning 40-yili so'ngini ko'rsatmoqda edi. Allohim uning muborak va muazzam xotirasi bilan ko'z yosh to'kkan va rahmat tilaganlarga o'z rahmatingni yog'dir. Asmo Hazrati Ali bilan turmushi davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sevimli nabiralari bo'lgan uyda birga yashadimi? Yoki Hazrati Ali uni alohida, bolalarini alohida hovlilarga joylashtirdimi? Hasan, Husayn, Zaynab va Ummu Gulsum bilan munosabatlari qay holda edi? Bu haqda o'quvchilarga biz bera oladigan biror ma'lumot afsuski mavjud emas. Hazrati Ali Asmo bint Umaysdan Muhammad va Yahyo ismli ikki o'g'il ko'rdilar. Ummaviylar naslining Karbaloda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasablarini ezib, uzib, qirib yuborish uchun qurgan la'nati tegirmoni ularni ham yamlab, yanchib o'sha tuproqlarga sochib yubordi.